Allergiya o'zi nima? Allergiya organizmga ta'sir qiladigan yoki tana bilan aloqada bo'ladigan, masalan, hayvonning juni, chang yoki zahari kabi moddalarga immun tizimining javobidir. Allergik reaksiyani keltirib chiqaradigan modda allergen deb ataladi. Allergen oziq-ovqat, ichimliklar va atrof muhitda mavjud. Ko'pgina allergenlar zararsizdir. Ya'ni, ko'pincha bu moddalar allergiya chaqirmaydi. Sog'liqni saqlash organlari ma'lumotiga binoan Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropada taxminan 20% odamlar polignozga duchor bo'lishgan. Taxminan 30-40% odamlar hayotining bir qismini allergiya bilan kurashishda sarflaydi. Allergiya eng ko'p bolalarda uchraydi. Ayniqsa, oziq-ovqatga nisbatan allergiya juda ko'p kuzatiladi. Immun tizimi allergenga ta'sir qilganda yallig'lanish va qo'zg'alish xususiyati paydo bo'ladi. Belgilar va alomatlar allergen turiga bog'liq. Allergik reaksiyalar ichakda, terida, sinuslarda, havo yo'llarida, ko'zlar va bron yo'llarida paydo bo'lishi mumkin. Eng keng tarqalgan allergiya turlari hayvonlarga, oziq-ovqat mahsulotlariga, hasharotlar va tibbiy vositalarga nisbatan kuzatiladi. Allergiya bilan og'ringan insonlar shifokor ko'rigidan tez-tez o'tishi, tavsiya qilingan dorilarni muntazam ravishda qabul qilishi lozim. Bu tanadagi allergen moddasini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling.